Assalomu alaykum hammaga. Biz matematika milliy sertifikat misolimizda ana shu ildizlik misolini ko'rib o'tamiz va bunda biz ildiz xossasidan foydalanamiz. Ildizda a ildizi x ning b-chi darajasi bu teng x ning b taqsim a-chi darajasiga degan formuladan foydalanamiz. Va bunda biz birinchi bo'lib ikki tomon ham ildiz ostida turibdi. Bularni kvadratga ko'taraversak, bu ildiz ostlar yo'qolib ketadi. Va yo'qotaversak, x plus logaritm 2 asosida va shu yana logaritm ildiz ostida yana ildiz ostida 2 va yana shuni beradi. Va bunda biz ana bu yerda ildiz ostida 2 ni 1 taqsim 2 qilsak bo'ladi. Bu 2 ya'ni a bo'lib keladi va 2 ni birinchisi bu yerda 1 taqsim 2. Yana 2 ni 1 taqsim 2-si bu 1 taqsim 4 beradi mana. Ya'ni yozib olsak, bu yerda esa 2 ni 1 taqsim 2-si ko'paytirib yana 2 ni birinchisi. Va yana yozib olib, bu 2 ni 1 taqsim 2-si ya'ni ana bu yerda 2 ni 1 taqsim 2-si kara 2 ni 1 taqsim 4 va bu qo'shiladi 3 taqsim 4 ni beradi. Orada ko'paytiruv mahrajlari bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Va ana 3 taqsim 4 ni bu yerda yozib oldik. 2 ni 3 taqsim 4 ni va bu yerdagi yana buni 2 ni 1 taqsim 2-sini yana 2 ni 1 taqsim 2-si, ya'ni 1 taqsim 2 ni yana 1 taqsim 2-si bo'ldi. Bu darajalar ko'paytirilib 1 taqsim 4 ni beradi. Mana bu yerda 1 taqsim 4 mana. Va 1 taqsim 4 asosda bo'lgani uchun mahrajda logaritm oldida 1 taqsim 4 bo'lib o'tadi va bu 4 ni beradi. Mana bu 4 ni yozib oldik. Mana bu 4 ildiz ostida bu aytganimizga o'xshagan 3 taqsim 4. Va bu yana yozib olamiz x plus logaritm 2 asosga bu 2 ni 3 taqsim 4 ni 1 taqsim 4 bo'lib kelyapti va bu ko'paytiraverganda 2 ni 3 taqsim 16-si bo'ladi. Va bu logaritmda ana bu 4 logaritm oldida 4-daraja bo'lib o'tadi va ildiz ostida 4 bilan qisqarib ketadi va 2 ni 3 taqsim 4-si qoladi. Va logaritm 2 asosga, ya'ni a asosga a ni b-chi bo'lsa, b ni o'zi qolardi. Ya'ni shu xossadan foydalansak, bu yerda 3 taqsim 16, bu yerda esa asoslari bir xil bo'lgani uchun 3 taqsim 4 qoladi. Va bu yerdan x ma'lum 9 taqsim 16 kelib chiqadi. Barchangizga rahmat. Sog' bo'linglar.